Nima deysiz, sal yomon xabar spiral shaykada turibdi. Endi eng yaxshi xabarni aytaman. Eng yaxshi xabar, sizda ikkita egizak bor. Kutmagandim, bizda hech qanday egizak bo'lmagan. Siz qarang, shu darajada nafas olishlari o'zgarib ketdi ayolimni. Shu darajada spiraldan mustahkam himoya vositasini bajaribdi. Shaykada spiral bor. Mana ekranga qarasanglar, orqada ko'rsatyapman. Ikkita bolajonimiz turibdi va unda ikkita yurak urishi bor. Ikkita egizaklarimiz turibdi, ko'rdinglarmi? Biz kutmagandik, biz bilmagandik, deyapsizlar-da. O'zim oshqozonim og'riyapti. Anaqa oshqozon buzib qo'ydim deb o'yladim-da, zarda bo'lib yursam, umuman homiladorlik hayolimga kelmagan spiralimga ishonmadim. Kuchli ishonibsiz. Spiral ham 100% himoya usuli hisoblanmaydi.